Nafasi bo'lmayapti, hozir o'lib qoladi. Nima bo'ldi? Isitmasi chiqib boshidan ko'tarolmay yotibdi. Hozir. Ma'rifat onamizni xonadoniga har bir inson tortinmasdan kirib kelar va yordam so'rar edi. Ma'rifat onamiz ham ularni qaytarmay, ular tomonga yordamga shoshilar edi. Bugungi xotirlaydigan insonimiz Buloqcha qishlog'ida o'chmas iz qoldirgan Ma'rifat onamizni xotirlaymiz. Bizdan yiroqlashmang. Karimova Ma'rifat 1952-yil 1-mayda Mengboyev Karim Eshnazarovich va Sulaymonovlar oilasida 13 farzandning 3-chisi bo'lib Samarqand viloyati Nurobod tumani Nurbuloq qishlog'ida dunyoga kelgan. Ma'rifat onamizni bolaligi juda ham quvnoq va shodon va ayniqsa eng katta taassurotlarga boy davrlari bo'lgan. Ota-onasi maqsadlari, orzulariga erishish uchun barcha imkoniyatlarni yaratib bergan. Yoshligi o'tgan chiroyli davrni singlisi Maryam Hoji opamiz quyidagicha xotirlaydi. Assalomu alaykum Maryam Hoji ona, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, rahmat. Biz Jannatin tabriklash agentligidan xotirlaymiz loyihasidan telefon qilyapmiz va albatta ayni damda sizni mehribon opangiz Ma'rifat onamizni xotirlamoqchimiz. Ushbu opamiz, ya'ni onajonimiz Ma'rifat opamiz bolalik davrlari qanday o'tgan? Bolalik davrlarimizdan juda ham yaxshi o'tgan. Ota-onamiz ham aqlli, isli nimada xonadonda katta bo'lgan biza. Ko'pchilik bo'lib katta bo'lganda biza apamiz meditsinaga qiziqqandi, Xudo rahmat qilgur. Xuddi erkaklar ishini qilgandek qilib ketaveradi. Bir narsadan hayiqish yo'q edi apamga. Xuddi hanesa o'g'il baladay katta bo'lgandilar. Qishloqda qiz edilar. Beri kelganimizdan keyin endi otam elektr bo'lib shaqqa ko'tarilib kelganlardan keyin apam shu meditsinaga sizga kirdilar, medtexnikumga. Endi bolaligidan bo'lib o'zlari bilasiz, mana yostiqlarga eski shpritslar bo'laydi. Qaynatiladi, shpritslar. Taqalaykan shpritslarni olib kelib, mana nimalarga yostiqlarga ukol qilib bizga hazillashib o'taydilar. Xudo rahmat qilgan. Sog'ingansizmi? Nima sog'inmaymiz, aynalar. Hozir yoningizda bo'lganda nima degan bo'lardingiz? Qattiq cho'lib o'tgan davrlarni eslasdik. Mehribon edilar, kulib, gapirib, qandalar bo'lmasa juda ham ko'p kelaydilar-da. Kelib yerga onamga qarab, gaplashaydik, o'tiraydik, hazillashaydik. Lekin hech qachon o'limlarni biz hech qachon o'ylamaganda, biz eng kichkina o'g'lini tuqqanga ham 3-4 kun yerga turdi onamni o'rniga. Hamma narsaga bosh qoshi qilaydilar degan. Nima, vazmin ayollar bizda emasdilar. Bolaligimiz yomon o'tmagan, yaxshi o'tgan. Hoji ona umringiz uzoq bo'lsin, qolgan umrlarni farzandlarga bersin. Jannatga bo'lsin apaginamni. Bu dunyoga ko'rmagan yaxshi kunlar o'shalarga jannatdagi yurib ko'rsinlar. Biza minnat apamizdan rozi biza. Biza bundan rozi. Ballar sog' salomat bo'lsin. Dunyo turgancha turing, siz ham balazni ko'ring. Yaxshi kunlar, yaxshi nimada, yaxshi vaqtlarga uchrashaylik bir-birimiz bilan. Ma'rifat onamiz 1960-yilda Pastarg'om tumani Sobir Rahimov qishlog'idagi maktablarning birida tahsil olishni boshlaydi va 1969-yilda 8-sinfni a'lo baholarga bitirib, shu yili Kattaqo'rg'on tibbiyot bilim yurtiga o'qishga qabul qilinadi. 1972-yilda tibbiyot bilim yurtini a'lo baholarga tamomlab, Kattaqo'rg'on tuman tibbiyot birlashmasining Chimboyobod qishloq vrachlik punktiga hamshira lavozimida ish boshlaydi va ish davomini mas'uliyat bilan davom ettirayotgan Ma'rifat onamiz 1972-yilda Murodov Sulton aka bilan oila quradi va chiroyli baxtli hayot yo'llarida esa 5 nafar farzand, 4 o'g'il va 1 qizni tarbiyalab voyaga yetkazadi. Ma'rifat onamiz eshigidan yordam so'rab kelgan insonlar uchun oqshomning 2:30 bo'ladimi? Farqi yo'q.
unga yordam berish uchun shoshilar edi. Mana shunday oqshomda yordam so'rab kelganlar uchun intilayotgan Ma'rifat onamizni hayot yo'llarida to'ng'ich o'g'ri Muxtor akamiz quyidagicha xotirlaydi. Onam mehribon, qattiqqo'l, talabchan, bolalarni yaxshi ko'radigan inson edi. Bolaligingizda mana shu onangiz bilan o'tgan damlarni qanday holatlarni eslay olasiz? Onam bilan o'tgan holatlar juda mehribon edi. Elparvar edi. Uyda ish qilib yotgan bo'lsa ham, bizlar yumushlarimizni qilayotgan bo'lsa ham, kim kasal bo'lib kelsa, kasal chaqirsa, ishini ham tashlab el uchun chopaydi, yuguraydi. Odamlar sog'ligiga bee'tibor emasdi. Muxtor aka, bizni aloqa o'rnatgan mana shu onamizni taniydigan insonlar bilan aloqa o'rnatganimizda shunday so'zlarni aytishdiki, oqshomning qay vaqtida bormas, kimni joni og'rimasin yordamga shoshilardi. Va albatta yetib kelardi, dardimizga darmon bo'lardi deya ta'kidladi. Mana shu oila turmush jarayonida umuman olganda qiyinchiliklar, umr yo'ldoshidan qarshiliklar bo'lmasmidi? Qarshilik bo'lgan bilan endi nima deymiz? O'zini kasbiga sodiq inson edi. Endi Gippokrat qasamyod qilganida shunga sodiq qoldi. Yarim kechami, bu tong otishi bilanmi, birovda xotin tug'aman desa, birovda onasi, birovda otasi og'ir kasal bo'lsa, shu uyda yarim kecha bo'lsa ham, tunda bo'lsa ham, kunduzi bo'lsa ham chopib ketaydi. Bor birinchi yordamini qilaydi. Shu odamlar sog'ligiga bee'tibor emasdi. Yugurib boraydi, qayerga bo'lsa, tanishmi, notanishmi. Erkin nafas qishloqlariga ham ko'p bor, olib kelaydi. Kechqurun, kunduzi demay el uchun yurgan inson edi onam. Muxtor aka, onangiz hayoti davomida qanday bir so'zlarni ko'p ishlatadigan qanday so'zlarni eslay olasiz? O'g'lim, men o'tib ketgan taqdirimda ham sen 10 yil, 15 yillar men orqamdan xalq juda eslab, juda xotirlab ko'p gaplarni aytib turardi. Bunday edi, unday edi. Onang Xudo rahmatli. Ko'p yordami tekkan bizlarga aytadi deydi. Haqiqatan ham shu gaplarni eshityapman hozir. Xudo bo'lsa mana shunday ajoyib bir inson, buyuk insonni farzandi ekanligingizdan faxrlansangiz arziydi. Salomat bo'lasiz. Rahmat sizga ham, charchamang. Eldi xizmatida charchamang og'im. Albatta yaxshilar, bu dunyoda siz bizdan yaxshilik qoladi. Ko'plarning ko'nglini egallagan va og'irini yengil qilgan, bir so'z bilan aytganda dardiga darmon bo'lgan shu insonni qo'ni-qo'shnilari Buloqcha xalqida istiqomat qiluvchi yaqinlari qanday xotirlaydi? Assalomu alaykum, Nodira xola, yaxshimisiz? Alaykum salom, yaxshi. Jannatim tabriklash agentligi siz bilan ayni dam xotirlaymiz loyihasi aloqada. Siz bilan birgalikda istiqomat qilgan, qo'shni bo'lib faoliyat yuritgan Ma'rifat onamizni xotirlayapmiz. Ushbu inson haqida qanday ma'lumotni bilasiz? Bu inson hayotda qanday qo'shni edi? Tillaydi u inson o'zi bitta edi, oyamiz juda ham yaxshi edi. Qachon borsak, yordam desak qo'lini cho'zaydi, yordam beraydi. Shunday yaxshi inson edi. Jannatda bo'lsin, juda ham zo'r inson edi. Qo'ni qo'shnilar orasida qanday hurmatga sazovor edi? Oya zo'r edi. Har tomonlama doktorchiligi ham doim bizlarga yordam bergan edi. Yaxshi inson edi. Hurmat qilaydik. Qaynotamga yordam qilgan, o'zimizga ham, bolalarimizga ham, qaynonamga ham hammasiga yordami teggan. Qo'shni turaydik. Ketaydi. Bir oilani odamdek ketib, doim avurib qolsam, qo'ya desak, ekan inson edi. Ilohim o'tganlarni xotirlash, mana shunday yaxshi insonlarni yod olish bizning vazifamiz. Sizni bezovta qilganimiz uchun uzr so'raymiz va albatta mana shunday ajoyib insonni siz bilan xotirlaganimizdan juda xursandmiz. Salomat bo'lasiz. Rahmat. Jannatda bo'lsin, oyaginamiz ham yaxshi inson. Oyaginam yaxshi ayoldi. Mehnatkash, mehribon. Qo'li yengil doktor edi. Juda yaxshi edi. Hammadan vaqtida xabar olaydi, beminnat xizmat ko'rsataydi. O kishini ko'p yaxshi onalar bilan eslaymiz. Meni ham bolalarimni
katta qilishimda ancha yordami teggan. Ikkinchi qizimga salomat oyimda og'irlashib qolib, mazasi bo'lmay qolganda yig'lab oldiga chiqqanda hali bir qizlar bo'lsin deb qaytarib beruvdi. Ukollar qilib o'ziga keltirib, u kishini yaxshi xotirlab, yaxshi eslaymiz, yaxshi ayol edi. Hamisha tez yordam tayyor edi. Keyin minnat xizmati ko'p buloqcha qishlog'iga, eng buloqcha, past buloqcha qishlog'iga erinmay yurardi. Yaxshi ko'raydim. Onaginim senday yaqin do'st yo'q ekan. Mehringga ku umuman gap so'z yo'q ekan. Sen qilgan bu duolaru tilagingni oldida bosh egaman sof yuragingni. Qani bitta mo'jiza ro'y bersa edi, yo bir sehr qo'llarimdan kelsa edi. Onajonim yangamiz eng yaxshi inson, xalqqa foydasi tegayotgan, odamlarni davolayotgan. Menga eng kuchli qor yomg'irda ham uyimga kelib meni umr yo'ldoshimni davolab, shifosini berib, bu kishini qo'llari gul. Kimni davolagan bo'lsa, shu davosini olib rahmatlar aytamizda bu kishiga. Qilgan xizmatlari cheksiz, xalq uchun o'pkaga ham, quloqchaga ham hamma kelgan odamni yo'qlamay davolab, shifosini berib ketaylik. Bu kishini qabrlari nurga to'lsin. Alloh jannatida g'am qilsin. poyingga men tiz cho'kay. Meni boqqan qo'llaringdan kel bir o'pay. Bag'ringga bosh qo'ysam g'amlar chekinadi. Yuragimdan g'am alamlar to'kiladi. Qani bitta mo'jiza ro'y bersa edi, yo bir sehr qo'llarimdan kelsa edi. Onajonim ko'zlaringda. Hayoti davomida ko'p insonlarga yordam qo'lini cho'zgan. O'z kasbi orqasidan xalqimizga beminnat xizmat qilib yordam bergan va siz sog'ingan, siz yaxshi ko'radigan Ma'rifat onamiz 2003-yilning 15-may sanasida miyasiga qon qo'yilish tashxisi bilan bu yorug' olamni tark etdi. Va bizni qalbimizdan cheksiz iz qoldirgan ushbu insonni bugun haqqiga duo qilaylik. Biz sizni xotirlaymiz loyihasi siz bilan birga.